Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugundan Edzon podcast loyihasiga start berdik. Loyihamizning asosiy maqsadi Edzon o'quv markazi, nemis tili markazini keyingi rejalari, undan tashqari ustozlarimiz bilan bo'ladigan fikrlar almashinuvi hamda o'zimiz qiziq deb bilgan boshqa mavzularda bemalol suhbatlashish hamda bu orqali kelayotgan savollarga javob berish hamda hozirgi kundagi muammolarga qisman yechim berish maqsadida mazkur loyihaga start berdik. Loyihamizning birinchi mehmoni Edzon o'quv markazining tajribali ustozlaridan biri Sherdorbek Mukarramov. Assalomu alaykum Sherdor. Qalaysiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Zo'r, kayfiyatlar a'lo darajada. Juda ham xursandman bu podkast tashkillashtirilganligidan. O'ylaymanki, hammaga manfaatli bo'ladi. Xo'p, siz bizani birinchi mehmonimiz bo'lganingiz uchun qisman bu podkast haqida, bu loyiha haqida ozgina suhbat bo'lsa, menimcha ozgina ma'lumot berib o'tishim kerak. Xo'p, 1-2 oy oldin menda shunaqa rejalar paydo bo'ldi. Ya'ni o'quv markaziga har xil joydan, har xil darajadagi o'quvchilar tashrif buyuradi. Ularning ba'zilari nemis tilini biladi, ba'zilari bilmaydi, ba'zilari hozirgi umumiy nima desa bo'ladi, O'zbekistondagi Nemis tili atmosferasidan go'yoki o'sha ozgina o'rgansam Germaniyaga ketaman yoki umuman ba'zilar o'rganmasdan ham ketaman degan fikrlar bilan keladi va bu savollar doimiy ravishda bizga berilishi shunaqa muammoni olib keldiki, har bittasiga bittadan tushuntirib chiqish kerak-da. Bizning vazifamiz albatta, lekin bu narsani tushunmaganlar, bu o'sha hozirgi holatda Germaniyaga ketish ko'nikmasi qanaqa bo'ladi, nemis tilini o'rganish qanaqa bo'ladi, ularni beradigan savollariga keng auditoriyaga javob berish maqsadida o'sha podkast rejalashtirdik va bu podkastimiz orqali O'zbekistondagi barcha insonlarga yordam berish, ularning savollariga to'g'ridan-to'g'ri javob berish va qiziqarli mavzular orqali bu jarayonni yoritib berish asosiy vazifamiz deb bildik va shu maqsadda bu podkastni tashkil qildik va siz buni birinchi mehmonisiz. Hozirgi savollar sizga ba'zan qiyin, ba'zan oson bo'lib tuyulishi mumkin, lekin o'zingizdan kelib chiqib bemalol tabiiy ravishda javob berishingiz mumkin bo'ladi. Birinchi mavzumiz haqida menimcha xabardorsiz. Albatta. O'zi aslida reja bo'yicha mavzular o'zi aytilmasligi kerak. O'qituvchilar kelgandan keyin yoki o'sha podkast mehmonlari kelgandan keyin ularga o'sha paytni o'zida aytilish kerak edi. Biz birinchisi bo'lgani uchun mayli tomoshabinlarimizga ham aytib qo'yaylik. Sir saqlamadik. Buni oldindan sizga taxminan qancha bo'ldi? 2 soat oldin. 2 soat oldin biz sizga mavzuni aytib qo'ydik. Xo'p, mavzuni bilsangiz 3 oyda bir, ya'ni haqiqatmi yoki rivojlanish rejasi, ya'ni marketing rejasi. Asosiy mavzu bizda 3 oyda bir. Xo'p, 3 oyda bir degan mavzuni tanladik. Xo'p, ozgina o'zingiz haqingizda ma'lumot bering, auditoriya bilish kerak. Siz kim ekanligingizni, qachondan beri ishlayapsiz, nemis tili nimasiga, atmosferasiga, nemis tiliga o'zi qachondan boshlab qiziqqansiz, qancha payt tayyorgarlik ko'rgansiz, kelajakdagi maqsadlaringiz nima? Shu haqida qisman ma'lumotlar bersangiz. Xo'p, avvalo rahmat podkastga taklif qilganlaringiz uchun. Juda ham men uchun shok xabar bo'ldi. Nima uchun? Chunki podkast loyihasi haqida fikringizni bildirgan paytingiz o'ylagandim, bir kun kelib agar meni ham taklif qilishsa juda ham xursand bo'lgan bo'lardim, nasib qilsin deb niyat qilgandim xolis. Amalga oshganda juda ham xursandman. Keyin to'satdan bu fikr berilganligi, siz birinchisi siz bo'lasiz deganligi undan ham g'ayrioddiy bo'ldi. Xo'p, endi ko'p kitob o'qiysiz, albatta. Rahmat. Xo'p, bu fikr juda ham to'g'ri. Hozir berilgan savol 3 oyda bir juda ham global muammoga aylangan yoki juda ham hammani o'ylantiradigan savol. Xo'p, o'zim tajribamga keladigan bo'lsak, men 2023-yildan beri nemis tili atmosferasida faoliyat olib boraman. Undan oldin o'qimagansiz? Yo'q, aslida yo'q. Men uchish chiqqandan beri nemis tili o'qiysiz. Rostdan men hozir birinchi marta eshitayapman. Mana tomoshabinlarimizga ham eslatib o'tmoqchiman. Men Sherdorbekni taxminan 10 yildan beri nemis tili bilan shug'ullanib kelyapti. Kichkinalikdan nemis tili o'qigan bo'lsa kerak deb o'ylagandim. Suhbat jarayonida ham menimcha bu savollar sizdan so'ralmaganda, to'g'rimi? Ishga kirayotgan vaqt suhbat bo'lganda, to'g'rimi? Yo'q. Prosta sertifikat so'ralgan bo'ldi, to'g'rimi? Shu paytda albatta. Bu borada nima uchun 2022-yilning ikkinchi choragida aslida boshlaganman, lekin men maktabda ingliz tili bilan o'qiganmiz. Nemis tili hech qachon xabar bo'lmagan. Qanday kelib qolgan bu g'oya? O'sha nemis tili auditoriyasi endi rivojlanayotgan payti, o'sha Germaniyadagi faoliyatlar, masalan, o'zimni IT ga bo'lgan qiziqishim, meni shunga yetakladiki, Germaniyadagi ta'lim meni qiziqtirib qo'ydi. Boshqa davlatlarga nisbatan boshqa sifatlari, masalan, juda ham g'ayrioddiy bo'ldi men uchun. Va shiddat bilan kirib keldimda o'sha atmosferaga juda ham yaxshi
nima deydi, statusda boshladim. Buni tezlashib ketishiga ham sabab, masalan, o'qituvchilik faoliyatimni deyarli 1 yildan ortiqroqdan beri davom ettirayotgan bo'lsam, o'zi o'qigan paytim 1 yil atmosferasida bo'ldi, 1 yil atrofida. Ya'ni nima uchun? Chunki siz aytayotgan mavzuga qaytadigan bo'lsak, 3 oyda bir bu bo'lishi mumkin. Hech qanaqa marketing emas. O'zingizdan demak his qilib ko'rgansiz bu narsani. His qilib ko'rilgan. Bu narsa juda ham katta taassurot bor bu narsadan. Chunki xuddi o'sha narsani o'zimda eksperiment qilib boshlab ko'rganman. Avvalo, demak, 3 oyda B1 olish mumkin, 3 oyda B1 darajasida o'qish mumkin, to'g'rimi? Ha, bemalol. Siz ustoz sifatida ham o'zingiz o'rgangan o'sha hali tajribasizlik paytingizda aytyapman-da, hali endi nemis tilini o'rganayotgan paytingizda ham bu narsani siz o'zingizda tajriba sifatida, amaliyot sifatida his qilib ko'rgansiz. Albatta, bu narsa juda ham boshdan o'tgan. Xo'p, bu borada aytib beradigan bo'lsam, avvalo hamma narsani disiplinaga bog'lanadi, ko'p narsalar, lekin bu narsani muddat har doim ham odamni o'ziga yoki atmosferaga bog'liq emas va o'zidagi harakatga ham bog'liq. Ko'proq, ya'ni 3 oyda ham eplasa bo'ladi. Deyarli masalan 2,5 oyda ham eplash mumkindir, lekin odam ko'proq harakat qilish kerak o'sha narsaga nisbatan. Masalan, biz berayotgan standartlar masalan 6 oy yoki 5 oydagi darslar davomiyligi 2 soat, undan tashqari odam o'zi ustida 2 soat ishlash kerak. Qo'shimcha ishlaydigan o'quvchilarimiz ham bor. Ular tezroq natijaga erishadi. Ya'ni demak, ko'proq harakat orqali yaxshi, uzr gapingiz bo'ldim, xuddi savollar bizda bor. Hozir hamma narsani aytib tashlaysiz. Men savol berishim shartim yo'qoladi-da, shu uchun bitta savollar bersak, menimcha bu savolga keladigan bo'lsak, ha, mumkin. Hech qanaqa marketing emas. Demak, 3 oyda B1 olish mumkin. O'zim ingliz tilida o'qib yurgan paytlarim ham intermediate darajasiga to'g'ri keladi-da, B1 plus, B1 degan darajalar bor. Unda ham shu payti ham men o'zimda his qilib ko'rganman. Eplasa bo'lar ekan, o'qisa bo'lar ekan deganman, lekin baribir tilni men o'zim o'rgangan yoki o'zim hozirgi kunda til markaz rahbari sifatida aytaman, tilni bo'lib muddatini sal cho'zibroq o'rganish tarafdoriman-da. Sababi insonga yuqishi bor, inson o'sha narsani hazm qilishi bor, inson o'zi shu narsani tilida chiqarishi bor, eshitib o'sha ko'nikmasini qog'ozga tushirishi bor. Bu narsa menda o'sha shunaqa narsa shakllantirganiki, tilni bo'lib sekinroq o'rganish kerak. Tilni juda ham tez o'rganish kerak emas degan menda shunaqa fikr bor, lekin bu fikr hozir bilyapmanki, podkast orqali, siz bilan bo'lgan suhbat orqali sekin-sekin yemirilishni boshladi. Lekin demak, bir olish mumkin, 3 oyda gap yo'q. Xo'p, endi o'zi ssenariy bo'yicha sizni men fikrlaringizni so'rashim kerak edi. Hozir qisman siz fikrlaringizni aytdingiz. Endi real natijalar orqali mana o'zimdan olib kelib chiqib aytayapman, bir olganman 3 oyda demoqchimisiz yoki bir o'rganganman 3 oyda demoqchimisiz? Bir sertifikatga topshirganmiz mana shu 3 oyda? Ha, deyarli ha. O'sha paytida qaysi sertifikatga sir bo'lmasa? Gyoti sertifikati. Gyoti sertifikati B1 ga topshirgansiz, to'g'rimi? 3 oydan keyin siz topshirganingizdan keyin B1 olgansiz yoki bittada olgansiz? Bittada Gyoti. Gap yo'q. Wunderkind ekansiz. Gap yo'q. Albatta ingliz tilini qancha paytda o'qigansiz? Shu ham muhimda. Masalan, auditoriya o'ylashi mumkin. Umuman siz hozir o'zingizdan kelib chiqib aytyapsiz-da, men hozir so'rayman. Hammani nomidan so'raymanda, chunki til o'rganishga qobiliyatsizlar bor, tilni yaxshi o'rganishga qobiliyatlilar bor, oldin til o'rganib ko'rganlar bor, til o'rganishga endigina bel bog'laganlar va masalan 30-35 yoshlarda ham til o'rganishni boshlaganlar bor. Ular o'sha ta'lim sferasidan, til o'rganish sxemasidan chiqib ketgan bo'ladi-da. Ularning nomidan ham so'rayman. Umumiy ma'noda 3 oyda olish mumkinmi yoki shunaqa bitta disiplinani bitta joyga qaratib ozgina til o'rgangandan keyin? Bu to'g'ri, juda ham to'g'ri savol bo'ldi. O'z shaxsan o'zimdan keladigan bo'lsam, 2 yil mobaynida ingliz tili bilan shug'ullanganman. Undan oldin siz til bilish ko'nikmasi bo'lgan. Ha, bu qobiliyati bo'lgan. Genetika tomonidan ham qarindoshlarim yoki boshqalar o'qituvchilar ko'p bo'lgan, ayniqsa til bo'yicha, nemis tili bo'yicha. Bu atmosferaga kirib kelishim juda ham tezlashib ketishiga ham sabab shu bo'lgan. Tilda avvalo oldin qobiliyat bo'lishi kerak yoki ko'nikma hosil qilib olgan bo'lishiga aslida nima, qanday olib boriladi, qanday so'zlarni qilish mumkin. Lekin undan ham eng muhimrog'i bu maqsad. Agar maqsadingiz haqiqatdan aniq bo'ladigan bo'lsa, hech qanday holatda siz hech qaysi tilni bilmasdan turib hech narsa to'xtatolmaydi. Tushunarli. Demak, birinchidan maqsad aniq bo'lishi kerak sizning fikringizcha ustoz sifatida va ikkinchisi o'sha qobiliyat bo'lgani yoki ehtiyoj bo'lgani yaxshi. Fokus o'shanga qaratilishi kerak edi, to'g'rimi?
Demak, yana bir marta o'zim ham hali sekin ishonib boryapman. Bir-birida demak 3 oyda olish mumkin ekan. Xo'p, bizani o'quv markazi men o'z umumiy statistikasiga ham qarab chiqdimda. Mana shu podkast boshlanish arafasida kecha ozgina tayyorgarlik ko'rish arafasida bizani o'quv markazidan 3 oyda bir olganlar bor ekanda. Lekin yana bir marta aytayapman, ularni oldin IELTSdan 8.5 yoki rus tilidan yaxshigina ko'nikmasi bo'lgan. Ya'ni ular til o'rganganda, lekin tilni noldan hali o'rganmasdan, ingliz tili o'rganmasdan yoki boshqa til o'rganmasdan tilni noldan boshlab kelib bizda o'rganib halicha 3 oy 4 oyda til sertifikatiga ega bo'lganlar chiqmagan. 4 oy 4,5 oyda olganlar bo'lgan, lekin ular ham kimyo, biologiya fanlaridan juda ham yaxshi natijalarga erishgan. O'sha Tashmi akademiya deymizmi? O'sha Toshkent tibbiyot akademiyalariga birinchi o'rinda 189 ball bilan kirgan bolalar bor ekan. Kecha statistikada ko'rdim. Ular ham 4 oy 4,5 oyda bir olgan, lekin 3 oyda olganlar aytganimdek oldin til o'rganganda. Endi umumiy ma'noda demak baribir standart deyiladi. Standart deganda bilasiz, o'sha hamma nazarda tutiladi, o'rtachasi olinadi. Standart holatda o'zi siz ustoz sifatida necha oy o'qib bir olish standartga to'g'ri keladi deysiz. Masalan, bizning o'zimiz o'quv markazimizning standarti 5 oy 6 oy, to'g'rimi? Ya'ni 2 oy 10 kun A1 adashmasam, 2 oy 10 kun A2, B1 3 oy. O'shanda 4 3 necha oy bo'ldi? 5,5 oy. 7 oy bo'ldik. Ha, 7 oy ekan, hurmatli kuzatuvchilar. Demak, bizning o'quv markazimizda bir standart guruhlarda 7 oyda standart, intensiv standart. Через день. Ya'ni haftaning juft yoki tog' kunlarida bo'ladigan kurslarimizda 7 oyda nemis tilidan bir olish imkoniyati bor. Standart. Bu qanchalik to'g'ri? Bizning hozirgi metodikamiz, o'zim bizda ham emas, juda ham ko'pchilik markazlarda, bizning o'sha yon atrofimizdagi markazlarda ham xuddi shunaqa standart. Men ularni ham baribir konkurent sifatida yoki ularni o'sha sistemasini o'rganish maqsadida ham ular bilan ozgina tanishib chiqqanman. Ularda ham xuddi shunaqa, ya'ni 2 oy 10 kun, 2 oy 15 kunda standart ravishda bitta darajani tugatadi. Bu qanchalik to'g'ri hozir? Siz boshida boya ta'kidlaganingizdek, sekinroq o'rganish va uzoqroq samara beradi va chuqurroq o'rganasiz. Standart kurslar men ham tarafdoriman aslida, chunki bolada u motivatsiya bilan keladi, juda ham katta, u xohishi bo'ladi, u yorib olaman, o'qiyman, zo'r bo'ladi deb keladi. Boshida 1 oy 2 oy mobaynida u yaxshi turib beradi, yaxshi o'qiydi, zo'r o'zlashtiradi. Lekin unda suslashish paydo bo'ladi. Baribir mavsumiy har xil motivatsiya yo'qligi, har xil bahonalar, shuning uchun ham cho'kish bo'ladi. O'sha paytda standart guruh juda ham foydali, chunki ya'ni haftada 3 kun dars bo'lishi, siz chuqurroq o'z ustida ishlashingiz, o'ylashga vaqti bo'ladi. U masalan o'tirib tahlil qila oladi. Masalan, uni ustida bir narsada ishlay oladi. Masalan, praktika qilish uchun unda ko'proq vaqt bo'ladi. Intensiv kurslarimizda bo'ladigan bo'lsa, unda deyarli vaqt bo'lmaydi. O'zini ustida har kuni 2 soatdan darslar, o'zini ustida kamida yana 2 soat yoki 3 soat ishlash kerak. Shuning uchun unda o'ylashga vaqt qolmaydi aslida. Shuning uchun ham standart kurslar 7 oy yoki o'sha 6-7 oy atrofida juda ham normal holat. Juda ham yaxshi. Yaxshi maslahat berdingiz. Demak, 7 oy normal holat. 7 oy juda ham zo'r. Biz ham shu uchun ham normal bo'lgani uchun ham shunaqa 7 oy belgilaganmiz. Xo'p, o'zim yana podkast boshlanishidan oldin yana bir ikkita o'quvchilar bilan suhbat qildim. Ular ham boshida adashmasam sizda intensiv kurslarni boshlagan, lekin hozirgi kunda standartga o'tgan. Ya'ni intensiv baribir ham qiyinligi, uni bosimi kattaligi, doimiy ravishda vazifa bajarish hamma uchun ham to'g'ri kelavermaydi va bu narsa ularni intensivdan standartga o'tishiga ham zamin yaratgan bo'lishi mumkin. Buni men o'zim hozir bir nechta o'quvchilar bilan ham gaplashib, o'zim shunaqa xulosaga keldimda. Xo'p, umuman siz uchun 3 oyda bir o'rganish uchun namunaviy reja bo'lganmi? Yoki shunchaki o'zingiz o'qib ketaverganmisiz? Xo'p. Albatta plan bo'ladi. Plan bo'ladimi yo bo'lganmi? Menda bo'lgan, shaxsan bo'lgan. Shuni tomoshabinlarga, kuzatuvchilarga ulasha olasizmi? 3 oyda bir olish uchun namunaviy reja. Namunaviy rejani u xomaki nusxasi bo'lgan o'sha paytda o'zimga bizga aniq nusxasi kerak edi. Xomaki nusxasini hozir taqdim eta olmayman. Chunki u paytdagi holat, masalan, men to'g'risini aytadigan bo'lsam, maktabni bitirgan holatim bo'lgan. Hech qanaqa o'sha maktab bitirganlarga berasiz. Baribir sizni olishim kerak edi, chunki kuzatuvchilar qarab, bu ustozdan fikrdan tashqari yana nimadir olamiz desa, degan fikr ham paydo bo'lishi mumkin. Men baribir kuzatuvchilar tomondaman.
O'quvchilar to'g'ri, tomonidan to'gri. auditoriya tomonidan shuning uchun aytyapman, agar mabodo sizda 3 oylik plan bo'lsa, rejasi bo'lsa, bir olishda o'shani tomoshabinlarga qanaqadir onlayn Eduzonning masalan Telegram kanali bor, Instagram kanali bor yoki YouTube'da o'zidan ham bemalol ularni o'sha yo'naltirsak bo'ladi. Agar siz beraman desangiz, biz hozir Albatta. men reklama qilib ketamiz. Sherdorbek Mukarramovdan siz uchun ajoyib 3 oyda nemis tilini bir darajada o'rganish uchun maxsus reja. Qo'llanmada reja bo'ladi. Buni bemalol taqdim qila olamiz. Bu narsada hech qanaqa muammosi yo'q. Faqat bu standart bo'yicha bo'lmasligi mumkin. Chunki siz aytgan, qaysi ma'noda standart hammaga mos kela olmasligi mumkin. Chunki hamma ishlaydi, oilali, har xil bahonalari bo'lishi mumkin. Lekin haqiqatda nemis tilini o'rganaman degan. Siz o'rgangansiz 3 oyda. Men hech qanaqa muammoim bo'lmagan. Faqat nemis tiliga sho'ng'iganman o'sha payt. Maqsadim shu bo'lgan, to'g'ri olsam. Shunday insonlar bo'ladigan, biz bemalol hech qanday muammolarsiz, qiyinchiliklarsiz, ya'ni erisha oladi. Bu tushunarli. Albatta buni demak bera olasiz. Bera olamiz. Yana bir marta aytyapman, kuzatuvchilar, hurmatli Eduzon o'quvchilari, sizlar uchun Sherdorbek Mukarramovdan 3 oyda bir olish sirlari degan maxsus reja bor. Xudo xolasa podkastimiz oxirida link tashab qo'yamiz. Ustoz o'zi aynan o'sha planni bizga beradi. To hamma olish kerak, to'g'rimi? Bittasi olmaysiz. Keyin qolganlar bilan ham qanaqa qilib oldingiz? Bizda Sherdorbek degan bitta akamiz shunaqa plan jo'natganda, mana shu planni ko'rib biza bir-biriga tayyorlandik deb aytadi-da. Bu siz uchun ham yaxshi-yu. Kelishdik. Xo'p, endi xo'p, nemis tilini 3 oyda men o'zi to'g'risi podkast boshlanishidan oldin sizdan nima kutgandim? Yo'q, bo'lmaydi 3 oyda, qiynaladi, lучше 5 oy, 7 oy o'rgansin deb reja qilib kelganman. Siz oladi dedingiz, endi men hali shokka tushib qoldim-da. Endi men o'zgartirishim kerak-da. Hozir savollarim ham yemayapti-da, qarayapman, bu savollar 3 oyga moslangan savollar emas-da hech qaysi. Shuning uchun mayli, endi bir amallab hozirgi situatsiyadan chiqishga harakat qilamiz. Xo'p, o'zi bir kunda voy, mana shu savol. Bir kunda necha soat ajratish kerak bir olish uchun? 3 oyda endi faqat shu ketadi bu yog'iga. Juda ham o'rinli savol. Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Aslida to'g'risini aytadigan bo'lsam, men o'z boshlagan faoliyatimda o'sha ertalab 8 da dars boshlanar edi. Faqat o'qiganligim uchun borardim o'quv markazida. 8 da dars boshlanadigan bo'lsa, aslida mening darsim shu joyda bitta savol. Qaysi o'quv markazida? Aytib ketavering bemalol. Da, u payt Wegweiserda DAF Sprach Centrum bo'lgan, hozir Farg'onada. Farg'ona shahrida. Farg'onalik bo'lganligim. DAF Sprach Centrumda tayyorlanganlar. Agar mabodo farg'onaliklar bo'lsa, o'sha yerga borsangiz, sizlar ham 3 oyda olishlaring mumkin. Xo'p, ustozingiz kim bo'lgan? Jamshid aka Murtazoxonov. Jamshid aka. Sizni shogirdingiz ekan, gap yo'q. Xo'p, hozir o'sha yerdalarmi? Ha, asosiy o'qituvchi, doimiy o'sha yerda. Bunaqa o'qituvchini ko'rmaganman, har qayerda o'qiganman. Chunki birinchi tanigan o'qituvchim bo'lgan, juda ham ko'p bizni masalan to'g'ri yo'lga boshlagan. Har qanaqa holatda masalan nemis bilan atmosferasiga kirib kelishimizga sabab ham qiziqtirgan ham shu inson bo'lgan. Necha soat sarflagansiz o'sha joyda? Xo'p, ertalab 8 da dars avvalo o'zimniki bo'lmagan u darslar, faqat o'quv markazi, ertalabdan kechgacha kunim o'quv markazida o'tardi. Qaysi ma'noda? Faqat bandlik emas. U yerda o'rganish, har xil narsalar, har o'zimdan katta darajalarga ham kirish, masalan, u nima uchun foydali? U mavzuga kelgunimcha menda qandaydir ko'nikma hosil bo'ladi. Qandaydir immunitet hosil bo'ladiki, ya'ni u narsani bir marta ko'rmaydi, 2 va 3 marta takrorlab, tezroq o'rganish uchun foydali bo'ladi. Bir martada hech kim eslab qola olmaydi. Bunaqa insonlar ham bor albatta, lekin maslahat 2 va 3 marta, undan ham ko'proq, ya'ni ko'proq takrorlash kerak. Ko'proq takrorlash kerak, ko'proq o'rganish kerak. Ya'ni aniq bir vaqt bo'lmagan sizda. Ko'proq. Kech iloji bo'lsa maksimum shu 7-8 gacha. Deyarli 12 soatlar vaqt ketadi. Mana shu yerda yana bitta savol, o'zi mana butun dunyoda standart bo'yicha psixologlar, har xil o'sha til bo'yicha ekspertlar, metodistlarning tavsiyasi kuniga men ularning tavsiyasi u ekspertlarning fikri bu. Men sizdan kelib chiqib aytayman, ekspertlarning fikricha o'zi dars 80 minut standart bo'yicha 80 minut bo'lishi kerak. Ya'ni o'qituvchi berayotgan dars 80 minut bo'lishi kerak. Haftada 3 marta bo'lishi kerak. Ilojsiz 2 marta bo'lishi kerak. Undan tashqari inson bir kunda til o'rganish uchun 3 soatdan 5 soatgacha vaqt sarflash kerak. O'z ustida o'shancha ishlash kerak deyiladi. Bu fikrga qanaqa qaraysiz? Bu ekspertlar aytilgan, bu statistikada shunaqa yozilgan. Butun dunyo olimlari mana shu fikrni bildirishgan. Bu narsaga qo'shilmasdan iloji yo'q, chunki bu to'g'ri fikr. Har doimiy bosim odamni ezib qo'yadi. Ana shuni so'ramoqchiman. Sizda shunaqa narsa bo'lganmi? Bilmadim qanday bo'lgan, lekin nemis tiliga juda katta qiziqish bo'lgan menda. Ingliz tiliga uncha qiziqmaganman, chunki maqsadim u darajada aniq bo'lmagan. Chunki u
boshqa yo'nalish bo'lgan, o'zim xohlamagan yo'nalishda o'qiganligim uchun yoqtirmasdan o'qiganman, lekin nemis tiliga o'zim xohlab kirganman. Unda qandaydir yonish bo'lgan ichimda. Xohlaganman o'sha narsani qilishni. Undan tashqari bitta kursda emas, 3 ta kursda o'qiganman bir paytda o'zida. Ya'ni o'sha Sprachzentrumga borardim, borib o'qirdim. Undan tashqari maktabda o'qituvchim bo'lardi, nemis tilidan dars berdi, lekin biz nemis tili o'qimaganmiz, lekin ularning oldiga kirib, alohida shug'ullanardim, yarim soat, 1 soat yana Qaysi maktab? maktabda, 15-umumiy o'rta ta'lim maktabida. Zo'r. Yana? Ha, undan tashqari onlayn kurslar olardim kech paytga. Qandaydir shu sohada juda ham qiziqish bo'lgan. Nima uchun? Nima uchun? Maqsad. Maqsad. Aniq maqsad. Demak, motivatsiyani maqsadingiz bilan ushlab turgansiz. Ha. Tilga bo'lgan o'sha qarashingizni ham, motivatsiyani ham hammasini o'sha maqsadingiz orqali ushlab turgansiz, to'g'rimi? Albatta. Xo'p, tushunarli. Xo'p, endi hozir siz standart kurslardan ko'ra intensiv kurslarni ko'proq o'tasiz. Bu ham tabiatan bog'liq ekanda, o'taman derkansiz-da, chunki men o'rganganman, qolganlarga o'rgataman derkansiz. Qiyinchiliklar bo'lyaptimi? Faqat ochiq aytavering. To'g'risi bo'lyapti, baribir, chunki birinchi marta kelib shu yerda faoliyatim boshlanganimda birdaniga menda kurs boshlangan payti intensiv boshlangan, standart boshlanmagan. Birdaniga boshlangan? Birdaniga intensiv intensiv bizani o'zimizni nimalar jarayonlardan o'tmaganmiz. O'tganmiz. Praktika jarayoni, to'g'ri. yordamchi o'qituvchilik jarayoni, u jarayonlardan moslashuv, adaptatsiya jarayoni. Albatta. Hozir men birdaniga boshlab ketdim desangiz, keyin metodika bo'lim rahbarlaridan so'rayman, nimaga birdaniga boshlab ketdingiz? Yo'q, o'zingiz ham boringiz o'payib turgansiz. Yo'q, aytmoqchimanki, asosiy o'qituvchilik faoliyatimda, ya'ni dars berish faoliyati birinchi intensivdan boshlangan. Shuning uchun eng katta motivatsiya nima bo'lgan? Birinchi o'quvchilarim kelib so'raganki, ustoz degan, dars olishdan oldin men mana shu sohaga kirmoqchiman va menga sertifikat juda ham zarur. Shu sohada Germaniyada o'qishimni davom ettirmoqchiman. Shu narsani imkoni bormi? Qilsam, eplab olib ketsam bo'ladimi? Men agar imkoni bo'lmasa yoki boshqacha bo'ladigan bo'lsa, bu yo'lga kirmaganim yaxshi degan savolni bergan. Shu savol uchun ham qandaydir yonish bo'lgan, har doimgi motivatsiya yana ham uyg'ongan va savolingizga keladigan bo'lsak, qiyinchilik haqiqatda bor. Ularda o'zlarida ham, ya'ni haftada 5 kun, 1,5 soatdan ortiqroq dars ular uchun ham nagruzka. Chunki ular yana o'zini ustida ishlash kerak. Darsda o'zi hech qachon qoniqtirmaydi. Til o'rganish uchun 1,5 soat hech qachon yetarli emas. Albatta 2 soat, 3 soat, ba'zida 4 soatlar ham shug'ullanish kerak ba'zi qiyin mavzularga kelganda. Shu joyda bitta savol bermoqchiman. Shirdorbek, yangi nemis tili o'rganuvchilarga abrdan, noldan o'rganmoqchi bo'lganlarga mana shu kameraga qarab tavsiya bering. Standartni tavsiya qilasizmi, intensivnimi? Chin ko'ngildan standartni tavsiya qilaman. Chunki juda ham katta bosim tushadi o'quvchiga nisbatan. Nemis tiliga bo'lgan motivatsiyasi o'lib qolishi mumkin. Ya'ni bu qo'limdan kelmasa ekan, eplay olmayman degan savollar o'ziga kelishi mumkin-da vazifalarning qiyinligida ba'zida. Bunda o'qituvchining roli qanaqa? O'qituvchining roli albatta bor, bunda o'qituvchining roli bor, lekin bolada hozir shunaqa 21-asr shunaqa bo'lib qoldiki, odamlar bitta YouTubedan yoki qandaydir joydan informatsiya, ijtimoiy tarmoqdan bitta video rolikni ko'radi-da, motivatsiya, voy deydi, men eplay olaman, ulgiyman deydi. Hamma o'zini baxtli tomonini ko'rsatadi. Avvalo, masalan, social mediada har bir narsa doim Germaniyadagi hayot yoki boshqa joydagi hayot. Lekin uni qiyinchilik tomoni albatta, chunki nemis tilini masalan 3 oyda, 4 oyda deyishmi, vaqt tez o'tadi, juda ham tez o'tadi. Lekin o'qigan undagi nagruzka juda ham kuchli bo'lishi mumkin. Bosim, ya'ni tilga bo'lgan bosim juda ham kuchli bo'ladi. Shuning uchun chuqurroq o'rganish uchun shoshilmayotgan inson bo'lsa, Germaniyada o'z faoliyatini yillar davomida, balki hayotini oxirigacha butun umrini nazarda tutayotgan bo'lsa, standart juda ham yaxshi tanlov. Chunki u yaxshiroq, ko'proq narsa o'rgan. Til bu oddiy gapirish emas, til bu madaniyat. Siz dunyoqarashingizni ham kengaytirasiz bu orqali. Albatta. Ko'proq informatsiyalarni o'rganasiz. Til faqatgina bu ko'nikma emas, bu madaniyat bilan tanishish, dunyoqarashni oshirish, ko'plab informatsiyalarni o'sha tilda bilish va o'sha madaniyatni yaxshiroq anglash uchun juda ham yorqin. Juda ham yoqdi mana shu fikringiz ham. Xo'p, endi mana shu siz kelajakda mana shu hozirgi o'quvchilaringizdan birortasini o'ylaysizmi 3 oyda siz erishgan natijalarni takrorlaydi deb o'ylaysizmi? Hozirgi mana hozirgi 50 dan ortiq o'quvchilaringiz bor, adashmasam markazda. Mana shu 50 dan oshiq o'quvchilaringizdan birortasini siz o'ylaysizmi mana shu abrdan boshlab B1gacha 3 oyda tugatadiganlari ichida bormi, yo'qmi? Sizda o'sha shunaqa fikr qoldirganlar bormi? Bor.
Bor, ha? Bor. Demak, iplaydiganlari bor. Eplaydiganlari bor. Ulardan juda yonadi, menga bering, bering Vespa deydi. Ana Darslarda endi ham faol. mana shu savoldan kelib chiqib boshqa savol beraman. Sizda ham bo'lgan, hozir ham bo'layotgan bo'lishi mumkin. O'quvchilaringiz orasida har xil toifadagi o'quvchilar keladi-da. Biza Eduzon o'quv markazida mana shunga yechim berish maqsadida hozir sotuv menejerlari hamda ma'muriy bo'lim bilan kelishgan holatda o'quvchilarni suhbat qilib, birinchi bir bo'lsa ham, noldan kelsa ham ularni suhbat qilib, o'ziga mos bo'lgan guruhlarga qo'yishga harakat qilyapmiz, lekin undan oldin birmi ha bo'ldi, mana shu guruhga keling deb aytganmiz, buni tan olish kerak. Lekin hozir ularni ham saralab o'ziga dunyoqarashiga to'g'ri keladigan, o'zini fikrlashiga to'g'ri keladigan bolalar bilan birga qo'yishga harakat qilyapmiz-da. Lekin siz oldinroq bir guruhlarni boshlagan guruhlaringizda hali unaqa sistema yo'q edi. Ya'ni til o'rganishga qobiliyati bo'lmagan o'quvchilar ham bor-da, ular keyinchalik mana o'rganish jarayonida sekin-sekinlik bilan relsga tushib oladi. Ularni ham masalan biz ham boshida shunaqa bo'lganmiz. Tilni to falsafasini tushunib, til o'rganish to falsafasini tushunganimizcha vaqtimiz o'tib ketganda, ya'ni bunda qanaqa yo'l tutyapsiz? Tez o'rganadigan, tez o'rganib ketadigan o'quvchilar hamda sekinroq o'rganadigan o'quvchilar bitta guruhga tushib qoldi deylik. Ular masalan siz kutgan natijani beradimi yo ular bilan alohida ishlaysizmi? Qanaqa bu holatda qanaqa yo'l tutyapsiz? Xo'p, bu o'rinli savol bo'ldi. Shaxsan menda ham yaqindan kuzatilgan holat. Chunki ba'zi o'quvchilarda o'sha maqsadi bor, o'sha qobiliyati bor, har qanday distsiplinaga tayyor, qancha bersangiz olaman degan o'quvchilar bo'ladi. Ba'zilarida sekinroq bo'ladi, o'zini tabiiy holat. Sekinroq qabul qiladi yoki vaqt tomonlama, har xil motivatsiya tomonlama, boshqa muammolar. Endi bunday bolalar, o'quvchilar, ya'ni bitta guruhda bo'lishi tendensiyani olib keladi. Ikki tomon ham birdaniga kurash olib boradi. Qaysi ma'noda ular kim ko'proq bo'lsa, o'sha yutishiga olib keladi ko'p holatlarda. Demak, sekinroq o'rganayotgan odam tortib ketadi demoqchisiz, to'g'rimi? Ba'zida, ular agar ko'p bo'ladigan bo'lsa, unday o'quvchilar, bunday holat bo'lgan, qaysini ikki xil holat bo'ladi. Ya'ni agar ikkita yoki undan ortiqroq, tezroq o'qiydigan bolalar bo'lsa, ularni tortadi, navrot. Tez sekin o'qiydiganlar, bo'linglar, tezroq o'qishimiz kerak, har xil motivatsiya beradi. Gruppa to'xtab qolmaydi, ikkita odamni yoki boshqani. Ular tortishga harakat qiladi, bor kuchi bilan. Ba'zida tortib ketib qoladi. U bolalarga ham to'g'ri, qolgan o'quvchilarga ham 1 oy, 2 oy ketadi nemis til atmosferasiga kirib olguncha, ayniqsa til atmosferasiga kirib olguncha ma'lum bir muddat ketadi. Lekin ba'zi bolalar tortib ketadi haqiqatda guruhni. Lekin ba'zilari bor, haqiqatda o'zlari tan oladi, yo'q biz sekinroq o'rganishimiz kerak, tezroq qobiliyatimiz yetmaydi deydi, ba'zi o'zlari tan beradi, o'zlari boshqa standart guruhga yoki bir pastroq guruhga o'tishadi. Lekin ba'zi shunday holatlar bo'ladi, masalan, guruh shunday shakllanib qolgan, ular normal holatda. O'zi shunchaki aytilgan standart bo'yicha ketadi, lekin bolalar keladi, tezroq o'rganishim kerak, tezroq. Ular kiradi, zerikib qoladi. Ba'zida shunday holatda unday o'quvchilardan ham ketib qolish holatlari kuzatiladi. Endi oxirgi savolim Sherdorbek, bizning vaqtimiz ham chegaralangan, juda ham yaxshi suhbat bo'lyapti. Men tugatishni xohlamayman, lekin vaqt masalasida biz majburmiz qaysidir bosqichda tugatishga. Endi sizni nemis tili o'rganuvchilarga tavsiyalaringiz, takliflaringiz hamda beradigan fikrlaringizni biz xohlaymiz. Butun auditoriyaga aytishingizni qanaqa tavsiyalar berardingiz nemis tili o'rganuvchilarga? O'zi to'g'ri yo'ldami yo tilni o'zgartirib sekingina ingliz tiliga o'tib olsinmi yoki qanaqadir tavsiyalaringiz bormi? O'zingizdan kelib chiqib, umumiy holatdan kelib chiqib bemalol berishingiz mumkin. Juda ham o'rinli savol. Agar men shaxsan nemis tili o'rganuvchisi o'sha bosh holatimga qaytgan bo'lganimda, nemis tilini o'rgangan bo'lardim hozirgi dolzarb bo'lgan holatda hozir, chunki imkoniyatlar juda ham ko'payib ketdi. O'qish masalasida, har xil ish masalasida, har xil dunyo, har qanaqa sohada Germaniyada juda ham ko'p imkoniyatlar bor. Yana ham ochilyapti bu orqali. Undan tashqari aytardimki, bolalarga maqsad bilan kelishlarini, ya'ni oldin aniq qilib olib, masalan, nima qilmoqchisan u yerda? Studium qilmoqchimisan, o'qimoqchimisan, ishlamoqchimisan va qancha muddatda, qayerda, qachongacha ana shu savollarga javob topgan bola o'qishda hech qachon problemasi bo'lmaydi, hech qachon muammosi bo'lmaydi. Ya'ni u plani bor odam shunchaki ketib olsam bo'ldi degan odamda doim o'qishga orqaga tortilish bo'ladi. Voy eplay olmasam-chi, voy u bo'lsa-chi, voy bu bo'lsa-chi. Lekin aniq maqsadli odam har qanaqa holatda aytilgan standart bo'yicha xoh 7 oy bo'lsin, xoh 5 oy bo'lsin, intensiv. O'zim o'qigim kelib ketdi hozir. Aytaman, har qanaqasi imkoni bor. Har qanaqasi imkoni bor, lekin o'sha avvalo harakatga bog'liq. Maqsad va harakatga. Tushunarli, Sherdorbek, rahmat. Taklifimizga yo'q demay kelganingiz uchun, mehmonimiz bo'lganingiz uchun. Keyingi podkastlarda siz bilan boshqa mavzularda ham suhbatlashishni niyat qildim, chunki men o'zi ko'p siz bilan suhbatlashib turaman hayotda ham, lekin bunaqa o'tirib bir joyda
bir kofe yoki choy ustida suhbatlashmagan ekanman, lekin hozir tushunib yetdimki, sizdan ko'p narsa o'rgansa bo'lar ekan. Yosh bo'lishingizga qaramay, mana 0 darajaga yetib borgansiz nemis tilidan, ingliz tilidan ham adashmasam B2 sertifikatiga egasiz. Undan tashqari hozirgi kunda Eduzonning eng yaxshi, eng ijodkor o'qituvchilaridan bittasisiz va bu narsa meni kelajakda yana bir marta siz bilan boshqa mavzu ustida suhbatlashish niyatini hozir paydo qildi. Rahmat kelganingiz uchun. Kuzatuvchilarimizga iltimos qilardik, agar mabodo sizlarda ham qanaqadir takliflar, fikrlar bo'lsa, bemalol izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin. Biz uni albatta o'qib chiqib, keyingilarda to'g'rilashga harakat qilamiz. Maqsadimiz to'g'ri yo'lni tanlashingizga, maqsadingizni to'g'ri tanlashingizga hamda nemis tilini o'rganishda osonroq variantlarni ko'rishingizga biz yetaklash. Boshqa hech qanaqa maqsadimiz yo'q. Rahmat Sherdorbek. Salomat bo'ling. Keyingi ko'rsatuvlarda ham xudo xohlasa. Ko'rsatuv darajasiga olib chiqam. Albatta yaxshi niyat qilish kerak. Bu birinchi qadam avvalo. Niyat qilamiz, mehmonlarni ham olib kelishdi, ko'rsatuv darajasiga olib chiqishdi. Milliy telekanalda ham xudo xolasa biz o'zimizni ko'rsatuvlarimizni chiqaramiz. Umuman milliy telekanal emas, hamma telekanallarda. Albatta. Xo'p, tabriklayman. Rahmat. Salomat.